Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab pensiya va nafaqa bilan bog'liq ayrim tartiblar, tekshiruvlar va talablar o'zgaradi. Ayrim holatlarda esa pulni olish kechikishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ota-onasining pensiyasini olib berayotgan farzandlarga, ishonchnoma orqali pul olayotganlarga, bank kartasida muammo borlarga, manzili o'zgarganlarga ham bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kim xavotir olishi kerak, kimda muammo bo'lmaydi, qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, eng ko'p uchraydigan xatolar nimaligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni o'z vaqtida bilgan odam navbatda sarson bo'lmaydi. Puli kechikmaydi va keraksiz asabiylashmaydi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir pochta orqali uyga, kimdir ishonchnoma bilan yaqin qarindosh orqali. Ko'p hollarda odam bir marta hujjat topshirgan, keyin esa oyma-oy pul tushishini kutgan. Agar karta ishlasa, manzil to'g'ri bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari tizimda mos kelsa, odatda muammo bo'lmagan. Lekin amaliyotda juda ko'p xatolar yig'ilib qolgan. Masalan, pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin eski manzili tizimda qolgan. Kimningdir pasporti almashtirilgan, lekin yangi ID karta ma'lumoti pensiya organiga yetib bormagan. Yana kimdir bank kartasini yo'qotgan, lekin eski karta raqami bo'yicha pul o'tkazish davom etgan. Ayrim holatlarda ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham, oila a'zolarini oldin shunday olardi-ku deb kelaveradi. Mana shunday holatlar 25 avgustdan keyin ko'proq tekshiriladi va tartibga solinadi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiya va nafaqani olishda shaxsni aniqlash, ma'lumotlarni moslashtirish, bank rekvizitlarini yangilash va ishonchnomalarni tekshirish masalalariga jiddiy e'tibor beriladi. Bu degani hammaning pensiyasi kamayadi yoki to'xtaydi degani emas. Yo'q, bunday vahimaga tushmaslik kerak. Ammo hujjatida, manzilida, kartasida, ishonchnomasida yoki shaxsiy ma'lumotida nomuvofiqlik bo'lgan odamlar oldindan tayyorgarlik ko'rmasa, pensiya to'lovi kechikishi mumkin. Birinchi navbatda bank kartasiga pensiya oladigan pensionerlar o'z kartasining amal qilish muddatini tekshirishi kerak. Juda oddiy misol. Toshkent viloyatida yashaydigan olimtakiz yoshli opa har oy 20,120 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi avgust oyida muddati tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta faol bo'lmasa. Pul tushishi kechikadi yoki bankda qayta rasmiylashtirish talab qilinadi. Opa davlat pul bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo kartaning amal qilish muddatida bo'ladi. Ikkinchi muhim masala pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar siz yaqinda pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz, ismingiz, tug'ilgan sanangiz yoki JSHI raqamingiz tizimlarda bir xil chiqishi kerak. Ba'zan bitta harf xato yoziladi. Masalan, To'xtayeva bir joyda To'xtayeva, boshqa joyda To'xtayeva bo'lib qoladi. Kompyuter tizimi buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman, pensiya organida, bankda va shaxsiy hujjatingizda ma'lumotlar bir xil bo'lishi shart. Uchinchi masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Bu juda nozik mavzu. Ko'p farzandlar ota-onasi yura olmagan uchun ularning pensiyasini olib beradi. Bu normal holat. Lekin ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, pensionerning tirikligi va roziligi aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma 6 oyga berilgan bo'lsa, 7 oyda u huquq bermaydi. Agar ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, bank yoki pochta xodimi pul berishni rad etishi mumkin. Bu xodimning yomonligi emas. Tartib shunaqa. Masalan, Samarqandda bir ota 72 yoshda yurishi qiyin. O'g'li har oy pensiyasini olib keladi. Ishonchnoma 2024 yil 25 fevralda 6 oyga rasmiylashtirilgan bo'lsa, 25 avgustdan keyin uning kuchi tugaydi. 25 avgustdan keyin esa o'g'il men har doim olardim desa ham bu yetarli bo'lmaydi. Yangi ishonchnoma kerak bo'ladi yoki pensionerning o'zi boshqa tartibda tasdiqlash kerak bo'ladi. 4-masala pochta orqali uyga pensiya oladiganlar. Ayrim pensionerlar bank kartasini ishlatmaydi. Naqd pulni pochta xodimi olib keladi. Bunday holatda yashash manzili juda muhim. Agar pensioner vaqtincha boshqa farzandining uyiga ketgan bo'lsa, pochta eski manzilga boradi. U yerda pensioner topilmasa, to'lov qaytishi yoki keyinga surilishi mumkin. Shuning uchun agar siz bir oydan ortiq boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz,
bu haqda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahallaga xabar berish kerak. Ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiya olayotgan bo'lsa ham qo'shimcha ish qiladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ish joyi daromad, ijtimoiy soliq, mehnat shartnomasi bo'yicha ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Agar siz biror imtiyozli nafaqa olayotgan bo'lsangiz, masalan, kam ta'minlanganlik, parvarish nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar, qo'shimcha daromad bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Oddiy yoshga doir pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Shuning uchun kim nima olayotganini aniq bilishi kerak. 6-masala nogironligi bo'lgan shaxslar va parvarish nafaqasi oluvchilar. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugagan bo'lsa, hujjat yangilanmagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik 2 yilga belgilangan, muddat 20 avgustda tugaydi. Odam esa menga har oy pul tushardi deb 25 avgustdan keyin kutib o'tiradi. Aslida qayta ko'rikdan o'tishi zarur bo'lgan. Mana shu sababli bunday fuqarolar tibbiy hujjatlarini, komissiya xulosasini va muddatini albatta tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy bank kartangizga o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, ID kartangiz ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma ishlatmasangiz, odatda sizda katta muammo bo'lmaydi. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha pul tushmay qolgandan keyin bilinadi. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi guruh pasportini almashtirganlar. Agar eski pasport bilan pensiya tayinlangan, keyin ID karta olingan bo'lsa, yangi ma'lumotlar tizimda aks etgan tekshirish kerak. Ikkinchi guruh bank kartasini almashtirganlar. Yangi karta ochilgan bo'lsa, pensiya o'sha kartaga bog'langanmi yoki yo'qmi? Buni bankdan aniqlash kerak. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin pensiya eski hisob raqamga ketaveradi. Uchinchi guruh boshqa hududga ko'chganlar. Masalan, Qashqadaryodan Toshkentga farzandining uyga ko'chib kelgan pensioner eski ro'yxatda qolgan bo'lsa, pochta yoki mahalla bo'yicha ma'lumotlar chalkashadi. 4-guruh ishonchnoma orqali pul olayotganlar. Ayniqsa pensioner kasal, yotoqda, uzoq qishloqda yoki chet elda vaqtincha bo'lsa, hujjatlar alohida tekshiriladi. 5-guruh bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olayotganlar. Masalan, yoshga doir pensiya, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik nafaqasi, parvarish puli yoki moddiy yordam. Bunda har bir to'lovning sharti alohida bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam menga pensiya tayinlangan, demak umrbod hech narsa so'ralmaydi deb o'ylaydi. Yoshga doir pensiya haqiqatdan ham doimiy to'lov bo'lishi mumkin, lekin to'lovni yetkazish usuli, bank rekviziti, shaxsni tasdiqlash, yashash manzili, ishonchnoma va boshqa texnik ma'lumotlar doim to'g'ri bo'lishi kerak. Yana bir nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish mumkin emas. Ba'zi oilalarda oxirgi oy pensiyasi tushgan ekan, o'lib qo'ya qolaylik degan fikr bo'ladi. Bu juda xavfli. Agar to'lov qonuniy asosda merosxo'rlarga yoki dafn puli sifatida berilishi kerak bo'lsa, buning alohida tartibi bor. Karta parolni bilganingiz pulni istagancha olish huquqini bermaydi. Keyinchalik ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Yana bir masala SMS xabarlar va firibgarlar. 25 avgustga yaqin pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamingizni yuboring. Kodni ayting, plastikni tasdiqlang degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman, hech qachon telefon orqali SMS kod, karta pin kodi, kartaning orqa tomonidagi raqamlarni aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimasidan pin kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Ba'zilar mening pensiyam kamayadimi deb so'raydi. Agar sizning pensiyangiz qonuniy hisoblangan bo'lsa, ish staji, ish haqi, yosh va boshqa ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, faqat tartib o'zgargani uchun pensiya o'z-o'zidan kamayib qolmaydi. Lekin oldin noto'g'ri ma'lumot asosida ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, tekshiruvda bu aniqlanishi mumkin. Masalan, biror imtiyoz uchun kerakli shart tugagan, lekin fuqaro xabar bermagan bo'lsa, keyingi oylar uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Sizga ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, bank hisob raqami bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma bo'lsa, uning asli yoki nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, komissiya xulosasi kerak bo'ladi. Agar siz farzandingizning uyida yashayotgan bo'lsangiz, manzil bo'yicha ma'lumotni ham aniqlashtiring.
Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, bankka boring va yangi karta oling. Yangi karta olganingizdan keyin bank xodimidan pensiya shu hisobga tushishi bo'yicha ma'lumotni aniqlashtiring. Faqat kartani olish yetarli emas. Ba'zan pensiya uchun alohida hisob raqam bog'lanishi kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda mening pensiya ma'lumotlarim to'g'rimi? ID karta ma'lumotim yangilanganmi? To'lov usulim to'g'ri ko'rsatilganmi deb so'rang. Agar borish qiyin bo'lsa, farzandingiz yoki ishonchli vakilingiz orqali maslahat oling, lekin rasmiy ishlar uchun vakolat kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam. Ishonchnoma muddatini tekshiring. Agar ota-onangizning pensiyasini siz olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma qachongacha amal qilishini aniq biling. Muddati tugashini kutmang. Oldindan notariusga boring. Agar pensioner yurishga qiynalsa, ayrim hollarda notarial xizmatni uyga chaqirish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Buni yashash hududingizdagi notarial idoradan so'rang. 5-qadam, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Baribir pul tushyapti-ku deb yurish keyinchalik muammo keltiradi. Ayniqsa pochta orqali naqd pensiya oladiganlar uchun manzil masalasi juda muhim. Agar siz vaqtincha boshqa joyda bo'lsangiz, to'lovni bank kartasiga o'tkazish qulayroq bo'lishi mumkin. 6-qadam. Telefoningizga kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Agar pensiya tasdiqlash uchun havolaga kiring degan SMS kelsa, havolani bosmang. Rasmiy tashkilot nomiga o'xshagan soxta sahifalar bo'lishi mumkin. Siz faqat rasmiy bank ilovasi, rasmiy davlat xizmatlari portali yoki bevosita idora orqali ma'lumot oling. 7-qadam. Agar pensiya tushmasa vahima qilmang. Lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan hisobingizni tekshiring. Bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, JSHR raqamingiz, telefon raqamingiz. Pensiya turi va muammo sanasini aniq yozing. Masalan, men falonchi 2025 yil avgust oyi uchun yoshga doir pensiyam bank kartamga tushmaganini ma'lum qilaman. Sababni aniqlab yozma javob berishingizni so'rayman. Shunday aniq murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 8-qadam, ortiqcha pul tushsa ham darrov ishlatib yubormang. Ba'zan tizim xatosi bilan 2 marta to'lov bo'lishi yoki noto'g'ri summa kelishi mumkin. Keyin bu pul qaytarilishi so'raladi. Agar odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, bank yoki pensiya bo'limidan sababini so'rang. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar bank ilova, SMS plastik karta, PIN kod masalalarini yaxshi tushunmasligi tabiiy. Farzandlar ota-onasini qo'ymasdan, ularga kartaning muddatini ko'rsatib, hujjatlarni tartibga solib, kerakli idoraga birga borib yordam berish kerak. Lekin ota-onaning kartasini butunlay o'z qo'liga olib, ularning xabarisiz pul ishlatish ham noto'g'ri. Pensionerning shaxsiy daromadi. 10-qadam, barcha hujjatlardan nusxa olib qo'ying. ID karta nusxasi, bank hisob ma'lumoti. Ishonchnoma nusxasi, tibbiy xulosa nusxasi alohida papkada tursin. Hujjat so'ralganda uyda qolgandi, yo'qolibdi, qayerga qo'yganimni bilmayman degan holat navbatma-navbat yurishga sabab bo'ladi. Birinchi vaziyat. 75 yoshli amakining pensiyasi kartaga tushadi. Lekin u kartadan foydalanmaydi. Doim nabirasi yechib beradi. Nabira chet elga ketadi. Karta PIN kodi hech kimda yo'q. Amaki bankka borishga qiynaladi. Natijada pul bor, lekin foydalanish qiyin. Bunday holatda oldindan ishonchli tartibni tanlash, kerak bo'lsa bankdan maslahat olish zarur. Ikkinchi vaziyat. Pensioner opa Farg'onadan Andijonga qizning uyiga ketgan. 3 oy turib qolgan. Pochta xodimi eski manzilga boradi. Opa yo'q, keyin to'lov kechikadi. Opa esa pensiyamni olib qo'yishdi deb xavotirlanadi. Aslida u manzil o'zgarishini vaqtida bildirmagan. 3-vaziyat. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi muddati tugagan. U qayta ko'rikdan o'tmagan. To'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin barcha hujjatlarni qayta tiklash uchun shifoxona, komissiya, pensiya bo'limi orasida yuradi. Agar muddatdan 1 oy oldin harakat qilganda uzilish bo'lmasligi mumkin edi. 4-vaziyat. Farzand onasining kartasini ishlatadi. Ona vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechadi. Keyinchalik tekshiruvda ortiqcha olingan pul aniqlanadi va qaytarish talabi chiqadi. Bu oilaga og'ir tushadi. Shuning uchun har bir to'lov qonuniy tartibda olinishi kerak. Hurmatli tomoshabinlar, 25 avgustdan keyingi asosiy masala shuki. Pensiya va nafaqa oluvchilarning ma'lumotlari aniq, hujjatlari to'g'ri, bank kartalari faol, ishonchnomalari amaldagi
manzillari esa yangilangan bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlardan qo'rqish emas, ularga tayyor turish kerak. Kim oldindan tekshirsa, odatda muammosiz pensiyasini olaveradi. Kim keyin ko'ramiz desa, aynan to'lov kuni sarson bo'lishi mumkin. Sizdan iltimos bugun o kartangiz muddatini, hujjatlaringizni, ishonchnomangizni va manzilingizni tekshirib qo'ying. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu videodagi ma'lumotlarni tushuntiring. Izohlarda yozing. Siz pensiyani karta orqali olasizmi yoki pochta orqalimi? Sizda oxirgi oylarda kechikish bo'ldimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va imtiyozlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.